Assalomu alaykum azizlar, men Fazliddin Yoqub, xorijdan, Amerikadan, Turon xalqaro tashkiloti va Tarix omonatdir kanali. Bismillahirrohmanirrohim. Azizlar, mana hayajonlik, orzu kutilgan Idil Adha, Qurbon hayit bayrami 4 yilligida Arafa bilan 5 kunlik va muqaddas o'sha muborak 10 kunlar hammasi o'tdi. Alhamdulillah. Mana hozirgina asr namozi o'qilib, oxirgi tashahhud zikrlari ham aytildi va duolar qilindi yanagi bayramlargacha yetishgan. Bugungi mavzuyimiz zombi kalimasi to'g'risida. Zombi aslida nima? Bu kalimani bizga tanishtirib dunyoda ishlatayotgani to'g'rimi yoki aslida boshqa biz bilmagan tarix bormi? Azizlar, biz haqiqiy tarixga murojaat qilishga majburmiz. Dunyoda ikkita tarix bor: haqiqiy tarix, chin, to'g'ri tarix. Bittasi g'irrom, yolg'on, aldangan bosqinchilar, insoniyat dushmanlari yoki turk dunyosini dushmanlari yo islom dushmanlari tomonidan yozilgan tarix. Haqiqiy tarixda 1539-yilga nazar tashlaymiz va 1675-yillar. Bu vaqtlarda Afrikani g'arbiy mintaqalari va Braziliyaga Portugallar juda katta bir qo'shin bilan kirib, u yerdagi musulmonlarni qirib, qatliam qilib, o'ldirib, undan keyin shunday bir qul qilib sotishlar, qiynashlar, majburiy qiynab turib, ularni nasroniy diniga qabul qilishlar juda kuchaygan vaqt edi. Quyosh chiqqanday Afrikadan qora bahodir, qora o'g'lon, mard arslon deyishadi. Butun o'sha mintaqalardagi islom ummatiga umid bo'lib, sarkarda zombi Braziliyani ozod qildi, musulmonlarni ozod qildi, Afrikani g'arbiy qismi bu mintaqalarni ozod qilib, bir xaloskorlik qilib, bu yerdagi musulmonlarga umid oldi. Bu bo'layotgan butun razilliklarni to'xtatdi va o'sha yerda Palmirani poytaxt deb atab, Braziliyada islom hukmronligi davlatini dunyoga e'lon qildi. O'zini hududlari kengayib borar, musulmonlar safi kengayib borar, nihoyat kuchlanib borardi. Buni ko'rgan, rohatsiz bo'lgan, vahimaga tushgan Portugallar, o'sha vaqtdagi nasroniylar harakatga tushib, to'planib, birlashib, kuch qilib turib, juda katta kuch bilan yana urush boshlashdi. Tinch qo'yishmadi. Bu sarkarda, taqvodor, jasur yurakli, xaloskor, o'sha mintaqada musulmonlarga umid bo'lgan musulmon liderini, Braziliyadagi islom rahnamosini yiqitish uchun qilingan harakatlar amalga oshmadi. 50 yildan oshiq urushlar qildi dushmanlar. Lekin bu dushmanlar o'z maqsadiga erisholmadi. Keyinchalik ular boshqa bir fitna yo'liga o'tib, ichkaridan nizolar chiqarib, fitnalar bilan sotib olish, sotqin xoinlar yordamidan davlatni ontarish va bu islom liderini yo'q qilishga harakat qilishdi. Va azizlar, uzoq yillik bo'lgan 50 yildan oshiq urushlar natijasida zaiflagan, ichki nizolar kuchaygan va u yerdagi nasroniy olami harakat qilib kuchsizlantirish uchun sotqin xoinlar harakatini kuchaytirgandan keyin bu davlat ag'darildi va bu mard, dovyurak, qora o'g'lon mard, o'sha Afrikadan chiqqan jasoratli liderimiz, qo'mondonimiz shahid etildi. Shahid etilgandan keyin Portugallar alamzada bo'lib uni o'ligini parchalab tashladi, jasadni. Parchalab tashlagandan keyin bundan keyin ham ko'ngillari rohatlamasdan 20 yil qirg'in borot qatliamlar qildi. Birodar zombini, qo'mondonimizni, butun jangchilarini, tarafdorlarini o'ldirib, asir olib, qiynab, qul qilib sotib, shunandaqa bir vahshiylik, varvarlik ishlarni amalga oshirishdi. Shundan keyin yana ko'ngillari xotirjam bo'lmagan, ichidagi alamlari, larzaga kelgan alamlarini tinchlantirolmagan, ichidagi butun alamini
rohatlatish uchun tarixni buzib, zombi nomini, bu qahramonni, buni qilgan mardliklarini, xaloskorliklarini bekitish uchun xalqqa, o'sha mintaqalarga yolg'on tarix yozdilar. Bu yozilgan yolg'on tarixni qo'liga olib ishonib yetishgan o'sha mintaqa xalqlari mana bugungi holatda nima holatga tushdi va dunyo ham kirli tarixdan nima holatda davom etyapti. Endi shunday sahnani almashtirib bizni Turkistonga ontaradigan bo'lsak, Turk dunyosini katta parchasi, musulmon ummatining ham katta parchasi bo'lgan Turkistonda ham ajoyib allomalar chiqqan sharafli tarixi bo'lgan bizni vatanimizga ham o'rislar, fashist bosqinchilari kirib buni qildi. Undan keyin Sovetlar davlati degan qizil xudosizlar davlati ham undan battar terrorlar, qirg'inbarotlar, jamiki xunrezliklarni qilib, bizni vatanimiz, millatimizni ham parishon qilib, ular ham yangi yolg'on tarixni yozib, xalqimizni o'z qahramonlarini, milliy mujodala qahramonlarini, sarkardalarini, dunyo tanigan olimlarini tanimasdan, bilmasdan bosqinchi, yomon jallod deb taniydigan tarixni bizlarga berishdi. Albatta inglizlar, juftlarda roli bor, armanlar, o'ris bosqinchi fascistlari bular shu ishlarni qilishdi. Mana shuni natijasida mana bugun dunyoda bo'layotgan holatdan tashqari o'zimizni yurtga, mintaqamizga qarasak, ona shu tarbiyada yetishgan, tarbiya ham deb bo'lmaydi buni, o'sha yolg'on tarixda yetishib, dinidan, tarixi, tilidan uzoqlashtirilib, mansabparast, dunyoparast qilib, milliy shuuri, g'ururi, ota bu ajdodlarni jaddi jahdi, iymoni, haqiqiy tarixidan xabardor bo'lmagan avlod chiqib, bo'layotgan holatlarni bilasizlar. Demak, bugungi mavzuyimizni indallosi zombi degan ismni ishlatishda diqqatli bo'lish. Zombi bu islomiy rahnamo, sarkarda, qo'mondon, taqvodor, sahoba, tabiat, go'zal bir ilmli bizni mujohid qahramonimiz. Islom dunyosida va tarix dunyo sahnasida o'zini ibratli o'rnini qo'yib ketgan juda katta sarkarda qahramondir. Buni bilmasdan bugungi kungacha hujjatli filmlar, kinolar har yerda urg'u berib, bu kalimani salbiy ma'noda tushuntirib, insoniyatga va islom olamiga shunaqa ko'rsatuvda kelindi. Mana bugun haqiqatlar ochilib, qancha tarixchilarimiz, olimlarimiz, do'stlarimiz qilgan sa'y harakatlarning orqasida biz ham mana ozgina chiqish qildik. Xato kamchiliklar bo'lsa aytib to'ldirarsizlar. Biz ham ozgina o'rtoqlashish bilan kichkina bo'lsa ham xizmatimiz bo'lsin dedik. Demak, zombi bizni sarkardamiz, qahramonimiz, islom rahnamosi, Palmirani poytaxt deb bilib, o'sha Braziliyada juda katta islom davlati qurgan xaloskorimiz biladi. Azizlar, Allohga omon bo'linglar. Fazliddin Yoqub, xorijdan, Turan xalqaro tashkiloti va tarix omonati kanali. Assalomu alaykum va rahmatulloh.